Endilikda siz shaharning eng zo'r lokatsiyasi hisoblanadigan vokzal rayonidan mana shunaqa 3 xonalik umuman gulxoy xonalari bo'lmagan kvartirani 78 mingga sotib olsangiz bo'ladi. Yana hammasi emas, bu yana kelishtirib beriladi narxi. Xo'p, 3 xonalik kvartiramizni mehmonxonasida turibmiz. Ko'rishingiz mumkin, televizorni chiroyli qilib qo'yganlar, pardalar mana shunday chiroyli jemchug rangidagi atatentolarda ta'mirdan chiqqan. Keling, qolgan xonalarimiz hamda planirovkamiz bilan tanishib o'tamiz. Chiqqanimizda bizda prixojamiz bo'lyapti. Xonalarimiz hammasi alohida. Keling, mana bu xonani ko'rib o'tamiz. Bu 2 kishilik marhamat ko'rishingiz mumkin. 2 kishilik bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'lyapti. Kvartiramiz kvadrati 71 metr kvadratni tashkil etadi. Marhamat, endi bu yerda bizda oshxonamiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham chiroyli, hamma sharoitlar qilingan, muzlatkich bilan faqat stol o'zingizni dizayningizga qarab sotib olsangiz bo'ladi. Va kvartiramizning kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi, asosiy yotoqxonasi marhamat ko'rishingiz mumkin. Boya aytib o'tganimdek, umuman gulxoy xonalari yo'q, hattoki 5 tagacha oynamiz bor ushbu kvartirada. So'nggi kunlarda gulxoy xonalarsiz kvartira topish juda ham qiyin bo'lib qolgan. Xo'p, prixojkamizga e'tibor beramiz. Chiroyli prixoj shkaflar qo'yilgan. Kirib kelishimizda mana shunday katta oynalar kengroq qilib ko'rsatadi kvartiramizni va marhamat kvartiramizning sanuzini ko'rib o'tamiz. Kvartiramiz Samarqand shahrida, boya aytib o'tganimdek, Gammamed klinikasining ro'parasidagi 8 qavatli domning 8-qavatda joylashgan. Xo'p, narximiz albatta kelishtirib beriladi. Quyidagi raqamlarga telefon qiling.